M6 modellarimiz 3 ta pozitsiyada bo'ladi. 250, 260, 280 million so'mgacha. Hammaga nasib etsin shunday mashinalarni. Meni skorost cheklari boshqacha bo'ladi. Ichki qismi vertolyot bo'lib yotibdi aka. To'lov usullari ham juda ham sodda. Naqd, kredit, lizing, рассрочка, перечисление. Рассрочкам bormi? Bor, o'zini pulini bo'lib to'lash variantlari bor. Bagajni yopilishini oyoq harakati bilan ham yopib beradi. Aha. Misol uchun bozordan chiqdilar, qo'llarida ikkita sumka, keladilar, oyoqni bitta o'tkazadilar, ochib beradi, bitta o'tkazadilar, yopib beradi. 5 litrdan to haydashga qarab 8-2 litrgacha rasxod qiladi. Propan, metan bemalol olib tushadi, benzin ham tanlamaydi. Mashinamizning barchasi jemchugli bo'ladi, ya'ni tashqariga chiqqanda quyoshda boshqacha tovlanadi rangi, ichkarida boshqacha. Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Uz Lider kanali. Bugun biz Buxoroda Haval Buxoro avtosaloniga kelganmiz. Shu yerdan hozir sizlarga Haval avtomobillarini barcha modellarini tanishtirib o'tib ketamiz. Xudo xolosa, bugungi video rolikimizda Haval ojaq bo'lib yurgan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, aynan sizlar kutgan takliflarni barchasini ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz. Bu yerning manzili Buxoro shahrida. Birinchi kommentariyada lokatsiya bo'ladi. Shu lokatsiyaning ustidan bosib to'g'ri kelishlaringiz mumkin. Video davomida to'liq ma'lumotlarni tushuntirib o'tib ketamiz. Demak, videoni boshladik. Xo'sh aziz yurtdoshlar, ana endi biz avtosalon ichidagi Havalning barcha modellarini sizlarga tanishtirib o'tib ketamiz. Bizlarga yaqindan yordam beradilar. O'zingiz tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum avvalambor. Haval Buxoro avtosalonimizga xush kelibsizlar. Bizda mana M6, Julion, H6, Dargo, H9 hamda Wingle 7 pikap variantlarimiz bor. Boshlanishi M6 dan boshlanadi. M6 dan boshlab qisqa obzor hamda to'lov usullari haqida aytib o'tamiz. Xo'sh, M6 endi Havali avtomobillar ichida eng arzoni, to'g'rimi? Eng arzoni budjetli varianti, lekin o'zini kuzov jihatidan, salon jihatidan, narx jihatidan, o'zining raqobatchilaridan ancha budjetli, komfort mashina. Shunday. Xo'sh, M6 modellarimiz 3 ta pozitsiyada bo'ladi. 250, 260, 280 million so'mgacha. Birinchi pozitsiyamiz mexanika korobkada, 2 va 3 esa avtomat korobkada bo'lib, bir-biridan komforti bilan farq qiladi. Uchala pozitsiyamizda ham 1.5 turbina motor bo'ladi, 140 ta ot kuchiga ega. 4 silindrli. Motor qismi MPI bo'lganligi hisobidan injiq emas, propan, metan bemalol tushadi. Agarda mijozlarimiz istasalar, radnoy propan bilan kelgan variantlardan ham tayyorlab bera olamiz. Misol uchun mana shu M6miz radnoy propan bilan kelgan variantidan. Bular necha so'mdan boshlanadi birinchi pozitsiyasi? Birinchi pozitsiyasi 250 million. 250 million. Ikkinchi pozitsiya 260, uchinchi pozitsiya 280 million. Eng fulli 280 million. Eng fulli 280 million. Xo'sh. Diska balonlarning razmeri 17 da bo'ladi. Salonni ichki qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, kattagina monitor. Bismillah. O'tirib ko'ring bemalol. 240 tezlik maksimalniy skorost. Kattagina monitor bo'ladi, klimat kontrollar bo'ladi, o'rindiqlarni istadi. Multirullari mavjud, kruiz kontrollar hamda multimedia ham bor. Rulning o'zida elektron ruchnik hamda avtohol. Boshning ustida esa albatta lyuk ham mavjud. Bu Haval M6 modelimizning 3-pozitsiyasi eng full komplektatsiyasi edi. Salonning ichki qismi ham anchagina keng. Ham tejamkor, ham tezkor. Shunday. Salonning orqa qismi ham ancha keng. Orqada ham deflektorlar bor. Orqadagi odam ham yozda isib yoki qishda sovuq o'tib qolmaydi. Telefon uchun zaryadka ham bor. Mashinaning orqa qismiga e'tibor qilganimizda o'zida kameralar bor, mana orqasida. Bagaj sig'imiga kelsak, 8 litr bagaj bor. Eng katta bagaj ega. Bu yoqda zapaskalari. Bu nega tepada turibdi? Bu aytib o'tganimizdek, bu radnoy propan bilan kelgan variantda bagajda propan bor mana. 61 talik tabletka propanlari bor. Rasxodi nechik bo'l endi? Rasxodi shaharning ichida yurganda 5 litrdan 7,5 litrgacha rasxod qiladi. Agarda sport rejimida qo'yib, 100 tezlikdan baland yurgan holatda 8-8,2 litr rasxod qiladi. Mashinamiz ekonomik bo'ladi. Xadovoylarga keladigan bo'lsak, 4 tala balonda alohidadan xadovoy sistemasi bo'ladi, nezaviy podveska. Shuning hisobidan mashinamiz juda ham yaxshi yuradi. Xo'sh, demak eng fulli 280 millionmi? Shunda eng full komplektatsiya 280 million. 250 milliondan boshlanadi.
To'lov usullari ham juda ham sodda. Aha. Naqd, kredit, lizing, рассрочка, перечисление. Рассрочкам bormi? Bor, o'zini pulini bo'lib to'lash variantlari bor. Alda necha foizini to'lash? Minimum 25% dan boshlab to'lov qilib, рассрочка tartibida xarid qilib olib chiqib ketish mumkin. 250 million masalan 100 million pul to'lovni atsa, qolgan 150 millionini рассрочка to'lash Рассрочка mumkin. bo'ladi bemalol. Qancha vaqtgacha? Endi 1 yildan to 4 yilgacha bo'ladi. Boshlang'ich to'lovga qarab kompyuterda grafik shakllanadi. Xo'sh, xullas, to'lov usullariga keladigan bo'lsak, xohlagan to'lov usulida xarid qilishlaringiz mumkin. Menga kredit kerakmi desangiz, рассрочка qilib ham olishlaringiz mumkin. Xuddi shunday. Xo'sh, keyingi modelimiz Julianmi bu? Ha. Aha. Bu Haval Julian modeli bo'lib, Aha. bu ham 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Aha. 280, 310, 330 million so'mgacha 3 ta pozitsiyada. Bu qaysi pozitsiyasi? Bu 3-pozitsiyasi. Eng full komplekt. 310 million dedingizmi? 330 million. Eng full 330. Aha. Bu modelimizda ham 1.5 turbina motor, 143 ta o't kuchi, M6 motor bilan bir xil. Aha. Shuni hisobidan bu ham расход katta emas. Bu M6 niki bilan bir xil 5 litrdan to haydashga qarab 8-802 litrgacha расход qiladi. Aha. Propan, metan bemalol tushadi, benzin ham tanlamaydi. Mashinamizning barchasi jemchugli bo'ladi, ya'ni tashqariga chiqqanda quyoshda boshqacha tovlanadi rangi, ichkarida boshqacha. Mashinada даже old tomonlarda ham patroniklar bor mana. Aha. Endi mana 280 millionligi bilan 330 millionligini farqlari nimada? Komfortiga farq qiladi. Asosan birinchi pozitsiyasida materialli salon, panorama tom bo'lmaydi, materialli salon bo'ladi. 360 gradus kamerani o'rniga zadniy kamera, shunga o'xshash funksiyasida farqlari bo'ladi. Atak kuzov bir xil, motor bir xil, hadovoy bir xil. Xo'sh, salon qismini ko'ramiz. Bismillah. Aynani tushirib qo'yamiz. Salonni ichki qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, torpedkalargacha koja mягкий, bemalol qo'l bilan ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Koja ko'rinishidagi plasmas emas. Old tomonimizda head-up displeylar bor. Tablodagi yozuvlarni proyeksiya bilan laboga chiqarib beradi. Buni mexanika qilib haydab bo'ladimi? Ha, mexanika qilib ham haydab bo'ladi. Xohlasalar avtomat, xohlasalar mexanika, mijoz qaysi tarafda istasa. Bundan tashqari 360 gradus kameralar. Mana eshigini bitta yopaylik, kamera ochiladi. Xohlagan tarafdan ko'rsa bo'ladi. Shunday. Hozir u tomon eshik ochiq uchun qora ko'rinyapti. Bu yoqdan ham olsa qora bo'ladi. Keyin yana ochiladi qaytib o'zi. Ana. Plusiga o'zida radnoy avtoparkovkalari ham bor, o'zini o'zi parkovka qilish qobiliyatiga ham ega. Bu keyin ana bu sizga aytmaydi, ozgina rulni bura o'ngga qil, uni qil, buni qil demaydi. Hamma ishni o'zi qiladi. Bitta knopkani bosasiz tamom. Old laboy, orqa laboy, bakoylargacha qizdiradi. 9 zonli klimat kontrollar. Sizga boshqa xil temperatura, menga boshqa xil temperatura. Bir paytni o'zida. Telefon uchun zaryadka, korobka, robot, avtomat, shayba ko'rinishida. Mashinalarni bizada variator korobka yo'q. Korobka asosan ikki xil bo'ladi inomarkada, robot bo'ladi, variator bo'ladi. Robotning ichki qismi seplik. Variatorning ichki qismi esa nimalik bo'ladi? Nima deydi? Rementli bo'ladi. Agressivniyizda podyomlarda uzilib ketadi rement. Bularda unaqa muammo bo'lmaydi. Bunda sep. Shunisidan ajratib olishlari mumkin. Bu premium klassga kiradi bu mashinalarimiz. O'zida adaptivniy kruz kontrollari ham bor. Uzoq yo'lga ketganda как avtopilotda ishlaydi. Hamma o'rindiqlarni isitadi, old o'rindiqni sovutadi ham. Maksimal tezlik nechacha? 240. 240 tezlik. Mana shu Haval Julian modelimiz edi. Demak 280 milliondan boshlanadi buni narxi. 280 milliondan boshlanadi. Orqa salonimiz ham juda keng. Xo'sh. Bagaj sig'imiga kelsak, bagaj sig'imi 450 litr bo'lib, o'rindiqlarni o'tkazganda ham bagaj sig'imi 1400 litr bo'ladi va tekis o'tadi o'rindiq, как spalniy bo'ladi orqasi. Orqada tunab qolsa ham bo'ladi, shuni hisobidan. Orqa tomonda ham mana patroniklar mavjud. Bunda ham to'lov usullarida naqd, kredit, lizing, рассрочка, imtiyozli avtokreditlar mavjud. Eng past foizi hozir aytaman, 6% bo'ladi. Foiz kredit. 6%dan ham olsa bo'ladi. Eng baland foiz esa 22 bo'ladi. Haval Julian modelimizda. Keyingisi Haval H6 modelimiz bo'lib, 4 ta pozitsiyada bo'ladi. 325, 355, 370, 390 million so'mgacha. 4-pozitsiyamiz 2 turbina motorda, qolgan barcha pozitsiyalar esa 1.5 turbina motorda.
1,5 turbina motorli variantlarimiz 186 ta o't kuchida bo'ladi. 2 turbinalisi esa 238 ta o't kuchida. Mashinamizning kuzovida 70% otsenkovkalari bo'ladi. Zanglamaydi, chirimaydi, metalni qattiqligi qattiq bo'ladi, kraskasining sloyi qalin bo'ladi. Toshcha mayda uchganda ham kraska uchmaydi osonlikka bizning mashinalarimizga o'xshab. Old tomondan led faralar bo'lib 350-400 metrgacha yoritib beradi. Mashinaning oldingi qismlarida ham patroniklar bor mana. Patroniklar oldindan biror narsaga yaqin kelib qolganda sizga yordam beradi. Undan tashqari avtoparkovkaga ham ko'maklashadi. Balon diskalarining razmeri esa 19 da bo'lib, o'zi radnoy black piano qilib qoraytirilib ishlangan. Ana endi salon qismiga kelamiz. Salonning ichki qismlari esa mijoz istagan rangda qilib bera olamiz. Xohlasalar mana shunaqa apelsinli svet yokida oq, yokida qora. Klassikani sevuvchilar uchun mana shunaqa apelsinli svet ham qilib bera olamiz. Mashinamizning old tomonida head-up displeylar bor. Monitorlar telefonga qarab moslashadi. Undan tashqari ovozli boshqaruvlar ham bo'ladi mashinamizda. Hozir ishlatib ko'rsatamiz. Zakroy lyuk. Открой багаж. Shu yerdan ko'rsatsangiz ko'rinadi bagajni. Включи radio. Ovoz uchun subwooferlargacha bor mashinamizda. Mashinamizda bunda ham 360 gradus kameralari bor. Prezentimizda o'sha 2020 Apple CarPlay, Android avtolar ulanadi. Kameralari boya ko'rsatib o'tishga ulgurmay qoldim, bosilib ketdi mana. O'zida bo'ladi. 3D qilib ham ko'rsa bo'ladi mana. Ana bu mashinamizning kameralari. Telefon uchun besprovодной zaryadkalar ham bor. Hozir eng full pozitsiyasimi? Ha, bu birinchi 1,5 turbinaning eng fulli. 2 turbinalisi ham bor hali. Undan ham fulli bor. Asosan ana shu narsaning o'zida bo'ladi. Orqa bagajlarni ko'rganingizda ovoz bilan ham ochib beradi, knopka bilan ham ochib beradi. Orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu endi necha million bu? 3-pozitsiya bu. 370 million. 370 million. Eng full 380 millionmi? 390 million. 390 million. Orqada mana ovoz uchun subwooferlargacha bor. Bagajni yopilishini oyoq harakati bilan ham yopib beradi. Mana. Misol uchun bozordan chiqdilar, qo'llarida ikkita sumka, keladilar, oyoqni bitta o'tkazadilar, ochib beradi, bitta o'tkazadilar, yopib beradi. Hatto shu modelimizda ham o'z tan narxini bo'lib to'lash variantlari bor. Keyingi modelimizga keladigan bo'lsak, Haval Dargo modeli bo'ladi. Fermer dehqonlarimiz uchun asosan zo'r ketadigan narsa bu elde orqa tortadi buni, to'g'rimi? Elde orqa tortadi buni. 4x. 4x4. Xohlasalar ajratib qo'ysalar ham bo'ladi, xohlasalar 4 talasi tortadigan qilib qo'ysa ham bo'ladi. 2 turbina motorda 211 ta o't kuchida bo'ladi. Mashinamiz nidorojnik hisoblangani uchun juda ham mягкий yuradi. Balonlarda e'tibor qilsangiz, protektorli qismi juda ham shiroki qo'yilgan. Bu ham mashina mягкий yurishi uchun bo'ladi. Salonni ichki qismlarini ham ko'rsatib o'tsak agar, mashinamizda bir xil eko koja emas. Uji bunda Alicantara hamda eko koja kombinatsiya qilib ishlangan. Bu tomonimizda esa muzlatgichlar bo'ladi. Bu yer muzlatgich. Old o'rindiqdan masajlar ham bor. Boshning ustida kattagina panorama. Monitor telefonga qarab moslashadi. Head-up display, uzoq yo'lga ketsa avtopilot, ya'ni adaptiv cruise kontrollargacha mavjud. Mashinaning salonining kengligi juda ham keng, ko'rib turganlaringizda. Biz orqalarini ham birga ko'rib o'tamiz. Xo'sh. Mana bu mashinaning orqa qismi. 4x4 bo'ladi. Mana o'zida ham yozib qo'yilgan. Xohlasalar ajratib qo'ysalar ham bo'ladi. O'rindiqlarini yotqizib, kak orqasini spalnidan foydalansa ham bo'ladi. Orqada 220 rozetka toklargacha mavjud. Haval Dargo modelimizda ham rasrochkalar mavjud. Rasrochka kredit mijoz qaysi tartibda istasa, o'sha tartibda chiqarib bera olamiz. Necha xil pozitsiyasi bor? 2 xil pozitsiya. 400-430 million. Komforti bilan farq qiladi. Misol uchun massaj, xoladenlik, 220 rozetka tok, shunaqa funksiyalar faqat full komplektatsiyasida. Birinchi pozitsiyasida shu funksiyalar yo'q.
Ну, главный ikkala pozitsiya ham 2 turbina motorda, ikkala pozitsiyada ham ходовойлар bir xil, ikkalasida ham panorama tom bor. Gap yo'q. Massajda 220 tokda Massaj, xolodilnik, slepoy zona, avtoparkovka ana shunaqa funksiyalarga farq qiladi. gap yo'q. 400 milliondan 430 milliongacha. Ha, Bulardan muddatli to'lov bor. bor, muddatli to'lovlari bor. Gap yo'q. Keyingisi H9 modellarimiz bo'ladi. H9 modellarimiz 3 ta pozitsiyada bo'ladi. 535, 570, 585 million so'mgacha. Bu ikkinchi pozitsiyasi 570 million so'mlik varianti. Bu mashinalarimizda ham LED faralar, old tomon patroniklari mavjud bo'lib, o'zida radnoy paroglargacha bor. Plusiga 360 gradus kameralari bor. Shumkalari bo'lgan. Bismillah. Hoppa, hammaga nasib etsin shunday mashinalar. Meni skursicheklari boshqacha bo'ladi. Ichki qismi vertolyot bo'lib yotibdi aka. Ha, gap yo'q. Monitorlar telefonga qarab moslashadi. Rullar ham juda ham yumshoq mana. Bitta barmoqni o'zi bilan. Bu nechalik motor bu? 2 turbina motorda 218 ot kuchida bo'ladi. Mashinamizda telefonga qarab moslashadi. Apple CarPlay, Android avtolar ulanadi. Hatto o'zbek tiliga o'girib qo'ysalar ham bo'ladi. Misol mana qara. Trek haqida ma'lumot yo'q. Telefon ulanmagan. O'zbek tilida tushunarli bo'lishi uchun. Xohlasalar rus tili, xohlasalar ingliz tili, farqi yo'q. Rasxodini ichkindi buni. Rasxodi shaharning ichida yurganda 6 litrdan 9 litrgacha rasxod qiladi. Agar sport rejimida qo'yib, tezlikni baland qilib yurganda, keyin o'nta rasxod qiladi. Aha. Telefon uchun zaryadkalar bor. 3 zona klimat kontrollar, haydovchiga boshqa xil temperatura, old tomon passajirga boshqa xil temperatura, orqaga yana boshqa xil temperatura qilib beradi bir paytning o'zida. Rejimlar ham 6 ta rejim mana. Sport, qor, kir, qum, eko, standart rejimlari bor. Mashinamizning korobkasiga keladigan bo'lsak, 9 uzatmali Robert korobkada bo'ladi. 7 talik emas, o'sha 9 talik uni korobkasi bo'ladi. Boshni ustida esa kattagina panorama tom. Bu nechanchi pozitsiya? Bu ikkinchi pozitsiyasi. Aha. 3 ham bor buni, 1 ham bor, 3 ta pozitsiyada bo'ladi. Lekin bu haqiqatdan vertolyot bo'lib yotibdi. Oldin ikkala o'rindiqni ham massaj qiladi. Siz o'tirgan местani ham massaj qiladi, men o'tirgan местani ham massaj qiladi. Ikkinchi pozitsiyadanmi? Ha, ikkinchi pozitsiyada. Uchinchi pozitsiyada ham bor, ikkida ham bor. Birinchi pozitsiyada bitta местani massaj qiladi. Ha, gap yo'q. Orqa salonlari ham juda ham keng. Orqalarini ham bir ko'rsatib o'taylik. Mana orqada o'tirgan kishi shu yerning o'zidan o'rindiqlarni isish sovishini kontrol qiladi. 7 ta o'rindiqni isitadi, 5 ta o'rindiqni sovutadi. Orqa o'rindiqlarni ustigacha e'tibor qilsak, deflektorlar o'tgan mana. Orqadagi o'tirgan odam ham, hatto 6-7 o'rindiqda o'tirgan odam ham komfortda ketadi. Eng qizig'i 6-7 o'rindig'i bor-ku. Hatto siz yoki men o'tib o'tirsam ham qisilib qolmaymiz. Orqasi ham normalki. Agar xohlasangiz videoda bir marta ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatamiz buni. Xo'p. Bagaj sig'ma, ana bu o'rindiqlarni ochib xohlasak, bagaj o'rindiq sifatida foydalanamiz yoki yotqizib bagaj sifatida foydalanamiz. Xohlasa spalli. Xohlasa spalli, uni ham yotqizib qo'ysa bo'ladi. Tekis yotadi. Mana bu yerda 220 rozetka toklargacha bor. Gap yo'q. Keyin asosan eng katta plyuslardan biri buni ходовой sistemasi ramli. Ya'ni ramaga qo'tirilgan. Как 3 sotka, 2 sotkalar bor Toyota. Xuddi o'shanday. Bu degani eng quvvatli bo'ladi degani bu. Ha. Masalan, 5 yil, 10 yildan keyin mashinada jiqirda yo boshqa seslar bo'lmaydi. Unaqa narsa muammo bo'lmaydi mashinamizda. Hozir necha million bu? Nima deysiz? Buni narxi necha million? 570 millionlik. 570 million. To'lov usullari ham sodda. Naqd, kredit, lizing asosida xarid qilishlari mumkin. Kredit istoriyalari buzilgan, qistilga kirgan, qoraga kirgan bo'lsa ham farqi yo'q. Lizing asosida xarid qilib olib ketaveradi. Buni necha xil sveti bor? Buni oq, qora, mokra asfalt sveti bor, 3 ta svet. 3 ta svetda mana bunaqa matvis ham bo'ladi. Ha, gap yo'q. 4 ta balon ham tortadi. Mashinalarimizda boshlang'ich xarid qilish uchun boshlang'ich to'lov sifatida baribir qanchadir to'lov qilishadi-yu. Xoh rassrochka bo'lsin, kredit bo'lsin, qaysi tartibda bo'lsa ham. Agar boshlang'ich to'lovga yetarli mablag' bo'lmasa qo'llarida, o'zlari minib yurgan mashinani olib kelib boshlang'ich to'lov sifatida trading qilib topshirsalar ham bo'ladi. Undan tashqari bizda test drive xizmatlarimiz ham bor.
oladigan mashinalarni kelib, minib, haydab ko'rib, keyin xarid qilib olib ketaveradi. Plusiga bonuslarimiz ham juda ko'p. Bonuslarimizga keladigan bo'lsak, polik, zashta radiator, tonirovka, viloyatdan tashrif buyurgan mijozlarimiz uchun paroglar, mehmonxonalar hamda zavtrga obedlargacha mutlaqo tekinga bo'ladi. Kelayotgan Ramazon oyi munosabati bilan eng katta bonuslarimizni qo'yganmiz hozir. iPhone 17 Pro Max hamda propanlarni ham bonusga yutish imkoniyati bor hozirda. Biz ba'zi avtosalonlarga o'xshab faqatgina 3 tagina iPhone qo'yib yokida 2 ta propan qo'yish emas. iPhone'larni ham, propanlarni ham soni chegaralanmagan. Kelib mashinalarni xarid qilib, o'z bonuslarini yutib olib ketaversalar bo'ladi. Gap yo'q. Haval Buxoro avtosaloni manzilini birinchi kommentariyada zakripta etib qo'yamiz. Bemalol to'g'ri adashmasdan kelishingiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga shuningdek mashinalarni minish nasib etsin.